Hammamizga eng kamida shunaqa mashinalarni minish nasib qilsin. Oilaviy 7 kishilik Cherry Tiggo 9 modelimiz tan narxi 539 million 900 minus 60 million so'm foydada 479 million 900 ga xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari foizsiz 5 yilga ham rassrochkalari bor. O'zingiz nomingizga bo'lib to'lashga ham chiqarib beramiz. 7 kishilik Abagrev, Abduf 540 kamera, polasi udержание, samotarmojение, hamma funksiyalar, hamma navorotlar, jamiki navorotlarning hammasi bunda mavjud. Undan tashqari oldin bironta qarindoshingiz, aka ukangiz yoki otangiz biron kim Cherry modelini xarid qilgan bo'lsalar, sizga yana 10 million so'm cashback qaytarib beriladi. Hibrid varianti bo'lsin desangiz, Tiggo 8 bu ham oilaviy 7 kishilik crossoverimiz. Tan narxi 374 million 900 ga. Buni ham kelib bizning avtosalonimizda test drive qilib ko'ring. Agar yo'qsa 2-3 soat ichida nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Undan tashqari oldin avtokredit yoki boshqa tartibdagi kredit olib bankni qaror yo'qotib bilsangiz, uni ham ilojini biz siz uchun topib qo'yganmiz. Ko'nglingizda Cherry minaman degan xohish bo'lsa bo'ldi. Ketdik. Mashinamizni ichki funksiyalari bilan bitta tanishib o'tamiz. Bismillah. Ko'rib turganingizdek, polni korolevskiy salon, massaj, abagrev, abduf, head-up display, panorama, голосовое управление, hamma funksiyalar bunda mavjud. Akustikalari soniy bo'lib, zavodskiy subwooferlari, barlari xolodilnik bo'ladi. Undan tashqari mashinamiz 6 xil rejimda harakatlanadi. Gibrid varianti bo'lgani uchun 1300 km masofani to'liq yurib berish funksiyasi ham bor. 300 kilometrgacha limitga agar yursangiz, bir kunda uyda zaryadga qo'ysangiz ham bo'ladi. 30 ming so'm bilan 300 kilometr yuradigan mashina menimcha bundan qulayroqini topish qiyin bo'lsa kerak. 7 kishilik crossoverimiz o'zini zavodskiy 19 kumqo mягкий ballonlarida keladi. Bundan tashqari yuk tashimoqchi bo'lsangiz yoki uzoq safarlarga borsangiz, sizga falon pulga dacha slimat qilish yoki kvartira olish shart emas. Mashinamizda o'zining ichki qatori 3 tonnali bagaj ham bo'ladi. Xohlasangiz uxlab damingizni olsangiz ham bo'ladi. Panoramani ochib qo'yib, atmosferani tomosha qilib, tog' yonbag'rida yotishga nima etsin. Undan tashqari mashinamizda tok ham mavjud. Jo'ralaringiz bilan PlayStation yoki biron xil bir kolonkada muzika eshitaman degan klientlar bo'lsa, bar xohish bo'ladi-ku, tog'da chiqqanda. Mashinamizda tok tortish funksiyasi ham bor. Qisqasi gapni cho'zib o'tirmayman. Qisqacha obzor qilib beramiz. Mashinamizda clearance yerdan balandligi 23 sm ni tashkil etadi. Bu degani 230 mm, 2300 mm. 4 tala balon ham mягкий balonda keladi. Undan tashqari zapaskalari ham o'zining balonidan firmenniy balon, kumqo mягкий balonlarda 19 razmerlarda keladi. Keyin yana nima qulayligi? Mashina ham uzun, ham keng bo'lgani va McPherson podveska hisobiga plavini suzib beradi. Yana nima funksiyasi bor desangiz, mashina taxometr 3 dan keyin motor nagruzkani sezgandan keyin orqa prividni ham qo'shadi. Bunaqa chiroyli shart-sharoitlar Vlad Auto City'da joylashgan Cherry Buxoro avtosalonida hammamizga nasib qilsin.